Aka qayerga ketyapsiz? Ustaxonaga. Aka, mana kelmasa bugunga qancha rasxodingiz bor? Bugunga rasxotim Hozirga taniman. Ha, hozir ustaxonaga borib 250 ming berib mashina olib chiqishim kerak. Aka, mana pullarni sanavoy. Mengami? Yo'q, 250 ming sanavoy. Xo'p. 750 ming menga. Sizga aka, agar siz menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, ashi 2,5 million sizga. Instagramdami, YouTube'dami aka? Instagramda. Instagramdami? Nomi nima Instagramingizda? Muzaffar Aboyev. Obuna bo'lmagan ekanman aka. Bunaqada bu pullar aka obunachilarga o'di. Ana pulga men roziman. Aka shunday niyat aka. Obuna bo'lmaganiga xafa bo'lmaysizmi? Obuna bo'lib qo'yaman. Yo'q, bu prosta aytgandim bolalarga. Mana aytgandim 2,5 millionni berib yuboraman. Ro'paramdan chiqsalar endi. Mana o'sha behijolat haqiqiy bo'ldimi, haqiqiy berdimi, kutganmidingiz yoki kutmaganmidingiz? To'g'risi. Bo'ldim. Ustaxonaga ketyapti turdim. Mana rostga. Bo'ldi gapi. Agar 500 ming deganingizda ham berardim, yerda 2,5 million pul ajratib qo'ygandim obunachilarga. Obunachilardan obuna bo'lib ko'ramiz, ro'paramdan sizlarga berib yuboraman. Ha, Sobon aka, bo'pti, hop, Sobon, hop. Da, obuna bo'lishda davom etamiz. Keyingi siz bo'lishingiz mumkin.